Hozirgacha balaliq bo'lmagan 40 yoshlar chammasida yo'ldosh o'lib ketgan bir ayol bor edi. O bir kuni Payg'ambar alayhissalomning yetimning beshini Alloh roziligi uchun silgan kishiga qo'li silab o'tgan har bir tukning barovariga nurg'ulg'an savoblar yeziladi degan hadisni eslab mahalladagi bir yetim qiz bolani beqib oldi. Ayol uni nihoyat yaxshi tarbiyalab, chiroyli qilib cho'ng qildi. O oliy maktabning qonun fakultetini bitirgandan keyin poytaxtdagi ma'lum bir maktabda bir yil praktika qilish uchun bordiganligini aytib, beqib olgan onasidan ruxsat so'radi. Ayol uning talabiga qo'shilib duo qilib yo'lga soldi. Ayol yolg'iz turayotgan bu uyning ostida baqqol do'koni bor edi. Ayol uningdan har doim narsa setib olsa, oilaga yetkazib beradigan bir kishi bor edi. Bir qitim ayol lozimlik narsalarni buyurtgandan keyin, ayol o'tmayla heliq kishi narsa keraklarni elib kirdi. Ayol hurmat yuzidan bir stakan qahva damlaymi, ishamsiz dedi. O kishi ayolning bo'ynidagi oltinlarga qarab ko'ngliga jin kirdi va buni tepilmas fursat deb bildi. Bo'ladi, ichay dedi. Ayol qahva damlayotgan fursatdan foydalanib, uni bo'g'ib o'ltiribdi va bo'ynidagi oltinlarni hamda ishkabdagi naqd pullarni olib qochdi. Atsi qo'shnilar uning o'lik holda yotganligini ko'rdi. Soqchilarga ma'lum qilgandan keyin ular tekshirish olib berib, qotilni aniqlab chiqdi. Qotil advokatlarning biriga pora berib, yolg'on tibbiy isbot olib, sotdan o'zini sarang deb ko'rsatdi. Oxir uni sarang deb jazm qildi va sarang'i sot yo'q, eshak xot degandek oxiri qo'yib berildi. Qotil bir yildan ko'proq vaqt ana shundoq erkin ozod yuraverdi. Shu mazgillarda qiz praktik o'qishni bitirib rasmiy advokatga aylandi hamda o'zini beqib olgan heliqi oliyjanob ayolning dilosini qayta tekshirib berishni talab qilib mahkamaga bordi. Qizning dalil paketlari nihoyat kuchli edi. U mundoq dedi: "Navoda qotil sarang bo'lsa, u nima uchun kishilar orasiga qo'yib beriladi? Yana qaytadan jinoyat o'tkazish ehtimolligi bor birni nima uchun saranglar doktorxonasiga olib borib davolatmaydi? Agar u aqlli bo'lsa, aqli ho'shi joyida kishining jazoga tortilishi kerak emasmi? Jinoyatchi oxir jazolanishdan qo'rqib saranglik darvosidan voz kechmay, saranglar doktorxonasida qilishni tanladi. Shunday qilib uni saranglar doktorxonasiga yo'tkib etdi. Yotoqdagi sarang kishilar uningdan nima uchun bu yerga kelib qolding deb so'radi. Jinoyatchi ularni masxara qilib ko'zga ilmagan holda, "Men qirib qolgan bir ayolni o'ldirgan edim. Jazolanmaslik uchun bu yerga sarang bo'lib kirib oldim" dedi. Sarang kishilar uning gapidan bekmi hayron qoldi. Bir qanchalar o'zaro birlikka kelib, "Sen qotil ekansan, odam o'ldiribsan, seni jazolash kerak" deyishdi va arg'amchi tayyorlab uni bo'g'ib o'ldirib qo'ydi. Qotilni hech kim qutqizib olmadi. Adis ediganda yotoqdagilarga tomoq tarqitishga mas'ul Gunduboy kirib, uning o'lik holda yotganligini ko'rdi va buni kim o'ldirdi deb so'radi. Ular birdekla "Biz o'ldirdik, u qotil ekan. Undaq kishilarga bizning oramizda o'rin yo'q. Shunga uni o'ldirib etdik" dedi.